Trans bo'lib ayolga aylangan erkaklar qanday qilib ko'kragini katta qilib olgan? Shu qiziqtiradi meni. Masalan, Jasmin trans. Savolingiz uchun kattakon rahmat albatta. Keling, bu haqida sizga ochiq ma'lumot berib o'taman. Ko'pchilik o'ylaydi, translarda ko'kragi o'zi o'sib chiqadi deb. Ha, bunaqasi ham bo'lishi mumkin. Qachonki ayollik gormoni bo'lgan estrogen ko'tarilib ketsa. Lekin kimdadir birinchi razmergacha katta bo'ladi, kimdadir esa lupa bilan ko'radigan darajada kattalashi mumkin. Bu yerda genetika ham muhim rol o'ynaydi. Ikkinchi bosqich. Bu ko'krak kattalashtirish amaliyoti, ya'ni operatsiyasi o'tkaziladi. Muhim yana bir taraf shundaki, erkak tanasida bu amaliyotni o'tkazish oson emas. Chunki ko'krak qafasi erkaklarda kattaroq, teri qismi qalinroq, anatomik jihatdan butunlay boshqacha bo'ladi. Ko'pchilik o'ylagandek, bugun erkak, ertaga esa kukla Barbie bo'lib qola olmaydi afsuski. Trans bo'lish uchun 3 ta bosqichdan o'tiladi. Birinchisi gormon terapiya, ikkinchisi mammoplastika amaliyoti, ya'ni ko'krak hajmini silikon implantlar orqali katta qilish amaliyoti. Uchinchisi esa psixologik yondashuv. Albatta, yana bir ko'pchilikni qiziqtirgan savol bor. Jinsiy a'zolar ham kesib tashlanadimi deb so'rashadi. Yo'q, albatta, xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Ko'pchilik hollarda kesilmaydi. Qandoq bo'lsa, shundayligicha qoladi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.